har nega qodir Parvardigorimning ming bir amri bilan yaralgan mana shunday bahor fasliga buyruq berarkan. Bor. Yer yuziga qancha ayollarni yaratgan bo'lsam, hammasini borib gullar bilan siylab kel deb. Shunda erkaklar o'z tanlagan ayollariga gullarni shoshib pushib terib ketarkan. Keyin bahor fasli ana shuncha gullarni Allohimga aytarkan. Mana shuncha gullar ortib qoldi. Endi nima qilaman? Buncha gulni kimga beraman? Desa, Parvardigor aytarkanki, ana shu yorlari yo'q, kimdandir gul olmagan ayollarga qolganini ber derkan. Agarda siz mana shunday bir dasta gulni olishga muvaffaq bo'lmagan bo'lsangiz, hech qachon ranjimang. Va meni hech qachon hech kim siylamadi, men hech kimga yoqmayman deb bir chekkada ko'z yosh to'kishga shoshilmang. Agar siz hech kimga yoqmaydigan ayol bo'lganingizda, sizni Allohim yer yuziga ayol qilib yaratmagan bo'lardi. Siz bundan zo'r sovg'alarga loyiqsiz. Bundek bir dasta guldan ko'prog'iga loyiqsiz. O'zingizni asrang hamisha va dunyoda borligingizni his qiling. Aytyapman-ku, ayollariga kimlargadir bir dasta qilib olib ketib berilgan gullardan ortib qolgan gullar qancha bo'lishi mumkin? Juda ham ko'p. Quchog'ingiz yetmaydi. Bir quchog'ingizdan ortib qoladigan gullar sizlarniki. Siz gullardan-da go'zalsiz. Hamisha baxtli, saodatli bo'ling. Bahor ayyomi muborak bo'lsin. Hamisha sizga baxt va omad olib kelsin. Ayollardaqa go'zal, ayollardaqa mo'tabar ayol insonlar dunyoda yo'q. O'zingizga ehtiyot qiling. Baxtli bo'ling.